Bismillahirrohmanirrohim. Sahobalar siyrati mavzusidan darsimiz davom etyapti. Bugun 24-sentyabr 2025-yil. O'tgan darsda Ali radhiyallohu anhuning xutbalari mavzusini boshlagandik. Tabroniy Abu Hayrodan rivoyat qiladilar. Men Ali radhiyallohu anhuga hozir bo'ldim. U kishi Kufaga keldilarda minbarga ko'tarilib Allohga hamd sano aytib, so'ngra dedilar: "Sizlar qanday bo'larkan holinglar, agar nabiylar zurriyotiga sizlarni oranglarda musibat tushsa?" Odamlar aytishganki, unday bo'lsa biz Alloh yo'lida ularga o'shalar haqida juda go'zal balolar ko'rsatamiz. Ammo Ali aytgan ekanlarki, nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, sizlar oranglarda ularga shu balolar tushadi. Sizlar ularga chiqasizlarda ularni o'ldirasizlar deganlar. So'ngra keyin aytgan ekanlar, ular uni aldab olib kelishdi, ig'vo qilib, ajibu duahu la najata va la uzr. Keyin esa najot yo'q, uzr yo'q degan chaqiruvchiga javob qildilar degan gapni aytgan ekanlar. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu Kufada minbarga turib aytayaptilar: "Hali sizlar ichinglarda payg'ambariylarni zurriyotiga boshiga balolar keladi. Shu Kufani ichida. U Kufa ahliki o'zicha o'zini ahli baytga nisbat berib, sig'inib, uni boshimizga ko'taramiz deb yurganlar. Ana shular o'zi ahli baytni boshiga balo olib keladi, shiyalar ya'ni. Ular aytayapti-ki, yo'q, bizni ichimizda shunday bo'lsa, biz Allohga baloni ko'rsatamiz degan, ya'ni Allohga haqiqiy shijoatimizni ko'rsatamiz, himoya qilamiz ahli baytni demoqchi-da. Ammo Ali aytayaptilarki, yo'q. Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, sizlar ichinglarda o'sha ahli baytga balo keladi. Ularga chiqib o'ldirasizlar ular degan. Shunday bo'ldi ham. Mana kim Husaynni chaqirdi Kufaga, Karbaloga? Ana shu shiyalar. Husayn radhiyallohu anhuni himoya qilamiz, xalifa qilamiz, keling mana palon million odam kutib turibdi, sizni chaqirib olib, keyin tundaraga bo'lib qochishgan hammasi. O'zlari buni tan olishadi. Shuning uchun o'zlarini har mana Ashura kunida savolaydi ular, biz aybdormiz deb. Ana shuning uchun Ali aytganlar, sizlar o'zingizlar ularga chiqib ularni o'ldirasizlar deganlar. Ular o'zi olib keldi, aldab uni deyapti, olib keladi deyapti, ya'ni Husaynni. Keyin esa najot yo'q, uzr yo'q deganga javob qiladi degani, ya'ni nariga tomon, Umaviylar tomon hech kimsaga uzr yo'q, najot yo'q deb hammani o'ldirganda ahli baytni tarafdorlarini. O'shalarga javob qilib tomonga qo'shib ketishgan keyin qo'rqoqlik qilib. Haligacha bordi bu mana shiyalar yahudlarga unday qilamiz, bunday qilamiz Isroilga deydi. Qarasangiz o'sha Isroil bilan birlashib ahli sunnani halok qilaveradi vaqti kelganda. Suriyada kim shuncha musulmonni qirdi? O'sha Iron bilan ruslar yetilib keldi. Keyingi xutbalari, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning kalomlarini naql qilib aytgan xutbalari. Imom Ahmad Musnadda Ibrohim ut-Taymiydan rivoyat qiladi, otasidan. Ali radhiyallohu anhu xutba qildilar, aytdilarki, kimda kim bizda Allohning kitobidan boshqa narsa bor deb da'vo qilsa, yolg'on aytibdi. Ya'ni mana shiyalar aytadi-ku, Alida boshqacha Qur'on bo'lgan, u bizda yo'q, Alida bor bitta. Mana shunaqa da'volar. Mana shuni aytayapti-da. Kim agar bizda Allohning kitobidan boshqa kitob bor deb da'vo qilsa, yolg'on aytibdi. Illo bir varaq bor, to'g'ri bizda deganlar, qog'oz. Unda tuyalarda yoshlar yozib berilgan. Ya'ni necha yosh tuyadan necha yosh zakot berish kerak, o'sha masalalar va ba'zi jarohatlarda qanaqa diya to'lanadi. Mamnun boshqa narsa yo'q deganlar. O yana o'sha sahifada yozilgan bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Madina haramdir. Ya'ni hurmati bor. Ayr degan mintaqadan Savr degan mintaqagacha. Kim unda bir yomonlik qilsa yoki yomonlik qiluvchiga boshpana bersa, unga Allohning la'nati bo'lsin. Malaikalar va jamiki insonlarning la'nati bo'lsin. Ya'ni hurmatini saqlash kerak-da yurda. Mana bugun kirib olib o'sha yerda fahsh munkar tarqatayotganlar bor-ku. Yoki ruxsat berayotgan hukumat. Ana shu Allohning la'nati bo'lsin deganlar-da. Undan Alloh qiyomat kunida farzini ham, naflini ham qabul qilmaydi. Kim otasidan boshqaga o'zini nisbat bersa yoki hojilardan boshqasini da'vo qilsa, unga ham Alloh la'nati bo'lsin, malaikalarning, jamiki insonlarning la'nati bo'lsin. Ya'ni otamni taomayman men deydi-yu. Kim sen otangni taomaysan? Otadan boshqaga inson o'zini nisbat berishi mumkin emas. Yoki qul masalan o'zining hojasidan boshqaga o'zini nisbat bersa, Allohning malaikalari va jamiki odamlarning la'nati bo'lsin deganlar. Alloh undan qiyomat kunida farzini ham, naflini ham qabul qilmaydi. Musulmonlarning zimmasi birdir. Kichiklari ham uni harakatlantira oladi deganlar. Ya'ni bitta musulmon bir kishiga omonlik bersa bo'ldi, hamma musulmon unga omonlik bergan hisoblanadi. U garchi eng kichkina musulmon bo'lsa ham omonlik bergan kishi. Keyingisi Abu Bakr va Umarning fazli haqidagi xutbalari qarang. Shiyalar Abu Bakr Umarni so'kishadi, Aliga sig'inishadi o'zlaricha. Radiyallohu anhum. Aslida sizlar sig'inayotgan zot Ali, mana Abu Bakr Umarni maqtagan.
Qanday so'kasizlar endi uni? Imom Ahmad Ibrohim an-Naxoiydan rivoyat qiladilar. Alqamat ibn Qoys minbarni qo'ydilarda aytdilar, ya'ni minbarga qarab, minbarga ishora qilib aytayapti. Ali radhiyallohu anhu mana shu minbarda bizga xutba qilganlar. Allohga hamd sano aytib, keyin bir qancha narsalarni Alloh xohlagancha zikr qilib, keyin aytgan ekanlar. Odamlarning eng yaxshisi Rasulullohdan keyin Abu Bakr, so'ngra Umar deganlar. So'ngra u ikkalalardan keyin bizlar bir ishlarni qildik, endi Alloh o'zi uni hukm qiladi degan ekanlar. Ko'ryapsizmi? O'zlarini kam olib, biz nima qilsak qildik endi deyapti Abu Bakr Umardan keyin. Alloh o'zi hukm qiladi deb. Yana boshqa rivoyatda keladi, bu ummatning payg'ambardan keyin eng yaxshisi Abu Bakr, ikkinchisi esa Umar. Alloh yaxshilikni xohlagan joyga qo'yadi degan ekanlar. Ya'ni undan keyin endi. Va yana boshqa rivoyatda aytganlar, biz Umarning tilida sakinat gapiryapti deb sanardik deganlar. Ya'ni shu darajada haqiqatni aytganlardan va u Umar radhiyallohu anhu Qur'on tushdan oldin Qur'onga muvofiq gaplarni gapirib o'tiradilar-ku. Ana shuning uchun sakinat, ya'ni farishta gapiryapti dedik tilida. Ko'ryapsizmi? Umarning fazlini qanaqa tan olyapti. Lolikoy sunna kitobida rivoyat qiladilar, Alqam aytadilar. Ali radhiyallohu anhu bizga xutba qildilar. Allohga hamd sano aytib so'ng aytdilarki, menga xabar yetdi, bir insonlar meni Abu Bakr Umardan afzal qilayotganmish. Mana, boshlangan bo'lgan qarang. Agar men oldin buni ogohlantirgan bo'lganimda, hozir jazo bergan bo'lardim. Lekin men ogohlantirmay jazo berishni istamayman-da deganlar. Kim bundan keyin agar mana shu maqomimdan keyin shu gapni gapirsa, u tuhmatchidir degan ekanlar. U odamga tuhmatchiga berilgan jazo beriladi. 80 darra urish kerak degan. Ko'ryapsizmi? Odamlarda Rasulullohdan keyin eng afzali Abu Bakr, so'ngra Umar deganlar. So'ngra ulardan keyin biz nimalar qilsak qildik, endi Alloh o'zi xohlagandek qilib hukm qiladi dedilar. Suvayd ibn G'afala degan kishi Ali radhiyallohu anhu oldilariga kirgan, u kishini imorati vaqtida, ya'ni xalifa vaqtida. Ya Amirul Mu'minin, men bir kishilar oldidan o'tdim, Abu Bakr Umarni zikr qilishyapti. Ular noloyiq ko'rinishda zikr qilyapti degan. Ya'ni yomonlayapti. U kishi shunday o'rinlaridan turib minbarga ko'tarilgan ekanlarda, Ali ya'ni aytgan ekanlar, donni yorgan, jonni yaratgan zotga qasamki, ya'ni Allohga. U ikkalalari Abu Bakr Umarni faqatgina mu'mingina yaxshi ko'radi. U ikkalalarini faqat badbaxt, xavorij, munofiqgina yomon ko'radi deganlar. Ko'ryapsizmi? Ularni yaxshi ko'rish ibodat, yomon ko'rish esa muruq, ya'ni dindan chiqish degan. Nima bo'ldi bir odamlarga Rasulullohning ikki birodarlarini, vazirlarini, ikki sohiblari, Qurayshning ikki sayyidini va musulmonlarning otalarini yomon ko'ryapti? Men ularni yomonlik bilan zikr qilgan kishidan bariman deganlar va unga jazo berilishi kerak dedilar. Bunga jazo beruvchiman deganlar yani. Va alayhi muaqib. Va yana Lolikoy rivoyat qiladi. Ali ibn Husayn aytadilar, Banu Hoshimdan bir yigit Ali radhiyallohu anhu ga aytgan ekan, Siffin jangidan keyin, ya'ni Ali bilan Muaviya o'rtalarida janjal bo'ldi-yu. Men sizni xutbangizni eshitdim, ya Amirul Mu'minin. O'shanda Allohumma aslihna bima aslahta bihil xulafa'ur roshidin deb duo qildingiz. Ya'ni xulafa'ur roshidinlarni isloh qilganingdek bizni ham isloh qildi dedingiz. Kim u xulafa'ur roshidinlar? deb so'ragan ekan. Shunda ko'zlari yoshga to'lib Alini aytgan ekanlarki, Abu Bakr va Umar hidoyatning ikki imomi, islomning ikki shayxi, ularga hidoyatiga ergashgan kishi Rasulullohdan keyin, ya'ni Rasulullohdan keyin hidoyatiga ergashilinadigan ikkita kishi deganlar. Kim ularga ergashsa, sirotul mustaqimga hidoyatlangan bo'ladi. Kim ularga iqtido qilsa, rushd hidoyat topadi. Kim ularni mahkam tutsa, Allohning jamoatidan bo'ladi. Allohning jamoati esa u yutuvchidir deganlar. Keyingisi yana tarqoq xutbalari. Imom Ahmad Banu Tamimdan bir kishidan rivoyat qiladilar. U kishi aytadi, Ali radhiyallohu anhu bizga xutba qildilar. Bularda dedilar, odamlarga shunday zamon keladiki, qizg'anchiqlik zamoni. Boylar qo'ldagi narsani tishlab oladi, ya'ni bergisi kelmaydi birovga. Aslida ular bunga buyurilmagan. Alloh azza aytgan, o'rtalarida fazilatni unutmanglar, ya'ni sal bir odamgarchilik bo'lishi kerak. Va ashrorlar ko'tarilib qoladi deganlar. Qarang. Ya'ni hadul ashror deyapti. Ya'ni ashrorlarga, ya'ni eng yomon badbaxt odamlar mansab beriladi, ko'tarilib qolgan. Axyorlar esa xorlanadi degan. Yaxshi kishilar ya'ni. Va muhtoj kishilarga bay qilinadi. Ya'ni buni ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi, masalan bir odam o'ta qattiq muhtoj, ko'rib turibsiz, bir so'm puli yo'q. Ba'zan borib kelib kreditga pul olib kelib sizdan narsa olmoqchi bo'lyapti. Baraka topkur, ana shunaqa paytda shu odamga haromga qo'l urmaslik uchun, borib bir boyga pul olib kelmasligi, o'g'irlik qilib kelmasligi yoki boshqa haromni qilmasligi uchun qarzga bering yoki hadiyaga bering shu narsani. Yo qarzga yo hadiyaga. Ehson qiling. Majbur bo'lib turgan odamni bir narsaga zarurda u, ya'ni o'lyapti, o'shanga kerak u.
uni bir haromga majbur qilinmaydi. Masalan, hozir mana bir odam xotinini, bolasini, o'zini doktorxonaga boradi. Bir hafta halokat bo'ldimi, boshqami. Doktorxonada avval pul to'lang deb turib oladi. Voy baraka topgur, davolaver, hozir pulni qayerdan topaman? To'layman desa, yo'q, avval pul to'lang deydi. Nima qiladi hozir bu odam? Bor o'g'rilik qilib keladimi yoki bir haromdan pul topib keladimi? Ana shunga majbur qilishadi-da uni. Xullas, mustor odamga bay qilinmaydi. Ikkinchisi, majburlab narsasini sottirish uni. Yoki masalan bir odam bilyapsiz, majburiydan sotyapti narsasini. Unga pul kerak. Ana shunda ba'zilar bor-da, hozir sotadi bu ma'lum, majbur bo'lib turibdi deydi-da, iloji boricha yerga urib qolishga harakat qiladi. Harom bu. Bu odamning majburligidan foydalanib yerga uraverish narsasini. Rasululloh bay'ul muttordan qaytarganlar deyapti. Majbur odam bilan savdo qilishdan. Shu yuqorida aytilgan ikki xil ko'rinishda ham ya'ni. Va aldov savdosidan, ya'ni aldab savdo qilishdan qaytarganlar. Va mevani pishib yetilishidan oldin sotishdan qaytarganlar. Buni endi fiqh darslarida tushuntirganmiz, hadis darslarida sharhlaganmiz. Va yana Ahmad Abu Ubayddan rivoyat qiladilar. Ali radhiyallohu anhu sonlar namoz o'qidilar, xutbadan oldin azonsiz, iqomasiz namoz o'qidilar. So'ngra xutba qildilar. Endi bu hayitda bo'lsa kerak-da. Ey odamlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kundan keyin qurbonliginglarni yeyishliginglardan qaytarganlar. Keyin yemanglar dedilar. Ya'ni mana hayitdan keyin bo'lgan. Endi bu narsani hadis darslarida sharhladik. Avval qaytarilgan bo'lgan, keyin ijozat berilgan. Bu qaytariqdan maqsad qurbonlik 3 kundan oshiq olib qo'yilishidan hammaga yetsin, tarqatilsin deyilgan bo'lgan. Endi hozir zarar yo'q. 3 kundan keyin olib qo'ysa ham bo'ladi. Oyna Muhammad Ribi ibn Hiroshdan rivoyat qiladilar. Ali radhiyallohu anhu xutba qilib aytdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Menga yolg'on gapirmanglar. Kim menga qasddan yolg'on gapirsa do'zaxga kiradi" dedilar. Tushunarli bu ham. Yana Muhammad rivoyat qiladilar. Ali radhiyallohu anhu xutbada aytdilar: "Ey odamlar, qullaringga ham hududlarni qoyim qilinglar." Ya'ni hatto qul, cho'rilar o'g'irlik qilsa, zino qilsa, hududlar qoyim qilinadi. Hududlar ya'ni jazolar. Kim ulardan nikohlangan bo'lsin, nikohlanmagan bo'lsin, ya'ni masalan zino qilsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir cho'rilari zino qilgan. Rasululloh menga buyurganlar, unga hadni qoyim qilishligimni, ya'ni darralash. Men kelsam u yaqinda tuqqan ekan, nifosdan chiqqan. Shuning uchun keyin uni jaldalashdan qo'rqdim, o'lib qolishidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib shuni zikr qilsam, yaxshi qilibsan dedilar. Ya'ni nifosda jaldalasa o'zi chalajon bo'lib yo tuqqani ketib, nifosda degani yaqinda tuqqan bo'lganda o'lib qolishidan qo'rqqan. Shuning uchun jaldalamagan. Rasululloh to'g'ri qilibsan deganlar. Demak, kasalmandim, joni shunaqangilar kechtirdilar. Endi Rasulullohning cho'risi kim bu? Alloh alam, bilishlikning foydasi yo'q. Nima zino qiladi desa, cho'ri u endi Rasulullohning ayoli emas, ya'ni hech qachon payg'ambarning ayoli unaqangi ish qilmaydi. Nafaqat Rasululloh, boshqa payg'ambarlar ham. Hatto Nuh, Lut alayhissalomlar ayolini ham xiyonat qildi deganda u to'shakda emas. Dinda xiyonat qildi degan, diyonatda. Ammo cho'ri bu cho'ri endi olinadi, sotilinadi. Bu xiyonat qilgan. Xiyonat qilgan degani zino qilgan. Hoyna Muhammad rivoyat qiladilar Abdulloh ibn Sabodan. Ali radhiyallohu anhu xutba qildilar. Don yorgan, jonni yaratgan zotga qasamki, mana bundan bo'yaladi deganlar. Ya'ni bo'yinlariga ishora qilib boshlariga boshim qonga bo'lanadi deganlar. Ya'ni o'ldirilaman men demoqchilar. Odamlar aytgan ekan, ayting u kim edi u? Allohga qasam urg'aymog'i bilan qirib yuboramiz. Sizni o'ldirgan odam deyishganda, Ali aytganlarki, Alloh haqqi sizlardan so'rayman, meni qotilimdan boshqani o'ldirmanglar deganlar. Ya'ni urg'aymoq bilan qirib yuborish yo'q bitta odam uchun, mingta odamni. Odamlar aytganki, ammo odam shuni bilib siz unda o'zidan keyin xalifa qoldiring. Ya'ni o'zingiz mana qatl bo'lishingizni sezyapsiz ekan. Uni bittadan qo'yib keting deganda, u kishi aytganlarki, yo'q. Rasululloh sizlarga topshirgandek topshirib ketaman. Ya'ni Rasululloh o'zlaridan keyin bitta odam xalifa deb ketganlarmi? Yo'q, Abu Bakrga ishora bo'lgan, to'g'ri. Lekin ummat o'zi hal qildi kelishib. Alloh va musulmonlar Abu Bakrdan boshqaga unamaydi dedilar-ku Rasululloh. Ana shunday Ali ham musulmonlarga havola qilib ketganlar, musulmonlar bir guruhi Hasanga, bir guruhi Muaviya roziyallohu anhuga bayt berishdi va Hasan topshirib yubordi keyin. Yaxshi qilganlar. Falonchi bo'lsin deyilsa, keyin shu bilan yana fitna davom etaverishligi mumkin edi-da. Va yana boshqa xutbalarda aytgan ekanlar, undan o'ziga haq ma'bud yo'q bo'lgan Allohga qasamki, ey odamlar, men sizlarga ozni ham, ko'pni ham noqis qilmadim. Ya'ni qanday haqqinglar bo'lsa berdim. Illo mana bu narsa deb keyin yinglaridan bir shishani chiqardilar, unda xushbo'ylik bor ekan. Bir dehqon menga buni bergandi deganlar. Ya'ni davlatning molidan ozni ham ko'pni ham hech narsani olmadim deganlar-da. Illo mana uni oldim deb shu bitta dehqon degani kofirlarda bir ajamlarda bir kishisiga aytilinadi. Dehqon deganda hozir oddiy bir dehqon nazarda tutilmaydi. Qishloqda boshlig'i, shunga o'xshagan kishi nazarda tutiladi. Xullas Aliga o'sha bir atir bergan bo'lgan ekan.
Shuni oldim mana deganlarda, boshqa hech narsa olmaganman degan. Baytul moldan ya'ni. Va yana Ibn Mardavoy Umayr ibn Abdul Malikdan rivoyat qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu xutba qildilar Kufada. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ramasam ham o'zlari menga boshlab aytardilar deganlar. Ya'ni so'ramasalar ham o'zi Rasululloh o'sha ko'p narsalar gapirib turganlar. Endi agar u kishidan yaxshilikni so'rasam menga aytardilar. Robbilari azza jalladan menga aytib berdilar. Alloh azza jalla aytar ekan: "Arshga ko'tarilganimga qasamki, qaysiki shahar ahli bayt, sahrodagi bir kishi kim bo'lsin, men yoqtirmagan ma'siyat ustida bo'lsalar, so'ngra men yoqtirgan toatga burilsalar, albatta men ham ular yoqtirmagan azobidan ular yoqtirgan rahmatimga burib qo'yaman" degan. Allohu akbar. Qarang. Qishloqdamisiz, shahardamisiz, sahrodamisiz, qayerda bo'lsangiz ham ma'siyatga imkoningiz bor edi. Lekin Allohdan qo'rqdingiz-da, toatga burildingiz. Ana shunda Alloh ham siz yoqtirmagan azobdan shunday rahmatga burilar ekan. Ya'ni shu azob tayyorlab turganda shunday rahmatga burib oladi endi. Va qaysiki shaharda, ahli baytda, sahroda bir kishi bo'lsin, qayerda bo'lsa hamda, yerdami, ko'kdami, agar men xohlagan toatda bo'lib turib, keyin ular men yoqtirmagan ma'siyatimga burilsalar, albatta men ham ularga rahmatimdan, ular yomon ko'rgan g'azabimga bo'lib qo'yaman degan. Ular yoqtirgan rahmatimdan. Ko'ryapsizmi? Siz Allohning rahmatini yoqtirasiz, ofiyat, tinchlikni yoqtirasiz, azobini yoqtirmaysiz, balosini yoqtirmaysiz. Unda toat qiling. Toat qilsangiz rahmatga bo'lib qo'yaverar ekan hayotingizda. Ma'siyat qilsangiz azobga bo'lib qo'yaveradi. Keyingisi Amirul Mu'minin Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuning xutbalari. Ibn Sa'd Hubayradan rivoyat qiladilar. Ali radhiyallohu anhu vafot etganlarida Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu birga chiqib aytdilar: "Ey odamlar, bu kecha shunday bir kishi ruhi olindiki, otalarni nazar deyapti ya'ni. Avvalgilar undan o'zib ketmagan, oxirgilar unga yeta olmaydi." Endi tabiiy, masalan, Xulofoi Roshidinlar Abu Bakr Umardan keyin bu narsa ma'lum bo'lgan, shuning uchun buni hozir istisno qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini ko'p joylarga jo'natardilar. Jibril o'ng tomonidan, Mikoil chap tomonidan uni qo'riqlardi. Ya'ni Alida va u kishi Alloh u kishiga fath berguncha orqaga qaytmasdi. U kishi o'zining ortidan 700 dirhamgina qoldirdi kumushtanga. Unga bir xizmatchi olishni istab yurgandi. Bu kecha qabz qilindi. Uning ruhi Iso ibn Maryamning ruhi bilan ko'tarildi. Yoki buni ma'nosi, Iso ibn Maryamning ruhi ko'tarilgan kechada ko'tarildi. Uning ruhi. Bu qachon? Ramazonning 27-kechasida. Iso ibn Maryam bilan ko'tarildi emas. Iso ibn Maryamning ruhi ko'tarilgan kechada. Endi shunaqa gap bor-da, Iso alayhisalom ruhi ham 27-kechada Ramazonda ko'tarilgan deb, o'shanda ko'tarildi. U kishi na sariq, na oq qoldirmadi degan. Ya'ni na tilla, na kumush qoldirmadi. Illo 700 dirham qoldirgan, u berganidan oshgani degan. Oyligidan oshgani ya'ni u. Baytul moldan berilgan oyligi bo'ladi, xalifa, o'shandan oshgan ekan, boshqa pul emas. Va Ibn Sakir Hasandan rivoyat qiladilar. Ali radhiyallohu anhu qatl qilinganlarida xutbaga turdilar, Allohga hamd sano aytdilar, so'ng aytdilar: "Ammo ba'd, vallohi laqad qataltum laylata rajulan", sizlar shu kecha shunday bir kishini o'ldirdinglarki, u kishi haqida Qur'on tushgan. Ya'ni sizlar bu kechada shunday kishini o'ldirdinglarki, bu kechada Qur'on tushgan. Ramazon 27-sida deyildi-ku, Qur'on tushgan kechada Laylatul Qadrda o'ldirishyapti, subhanalloh. Va o'sha kechada Iso ibn Maryam ko'tarilgan osmonga. Va o'sha kechada Yusha ibn Nun qatl qilingan, Musa alayhisalomning xizmatkorlari va shogirdlari. O'sha kechada Bani Isroilning tavbasi qabul qilingan degan ekanlar. Yana boshqa oyatda keladi: "Kim meni tanigan bo'lsa tanibdi. Kim meni tanimagan bo'lsa tanib qo'ysin, men Hasan ibn Muhammad sallallohu alayhi vasallamman" degan. So'ngra mana bu oyatni o'qiganlar: "Vattaba'tu millata abai Ibrohim va Ishaq va Yaqub." Men ota-bobolarim millatiga ergashdim. Yusuf alayhisalomning so'zi-ku bu. Ibrohim, Ishaq, Yaqubning millatiga deb o'qiganlar. So'ngra Allohning kitobini o'qidilar va aytdilarki: "Ana Ibnul Bashir, men xushxabar beruvchining o'g'liman" dedilar, ya'ni Rasululloh. "Ana Ibnun Nazir, men ogohlantiruvchining o'g'liman" dedilar. "Men payg'ambarning o'g'liman" dedilar. Ya'ni Rasululloh nazar deyapti tabiiy. "Men Allohga chaqiruvchining, Allohning izni bilan chaqiruvchining o'g'liman. Men Sirojul Munirning o'g'liman." Hammasi Rasulullohning sifatlari. "Men olamlarga rahmat qilib jo'natilgan zotning o'g'liman. Men ahli baytdanman. Alloh ulardan ifloslikni ketkizgan, poklagan kishilardanman. Men ahli baytdanman. Alloh azza jalla ularni yaxshi ko'rishni, do'st tutishni buyurgan.
Muhammad alayhissalomga oyat nozil qilib, "Qul la as'alukum alayhi ajra", ayting, men sizlarga da'vat evaziga haq so'ramayapman. Illal mawaddata fil qurba, faqat qavm qarindoshlarni yaxshi ko'rishni so'rayapman deb ayting degan ana o'sha ahli baytdanman men dedilar. Ya'ni ahli baytga muhabbat qilishni Alloh ham buyurganda. Boshqa rivoyatda biz ahli baytdanmiz. Jabroil biznikiga tushgan deganlar va biznikidan ko'tarilgan. Va keyin oyat o'qidilar: "Va man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Kim yaxshilik qilsa, unga yaxshilik ziyoda qilamiz. Yaxshilikni qilish ahli baytni yaxshi ko'rish degan ekanlar shuni tafsirida. Endi bir tafsir bu ham. Keyingisi u kishiga xanjar tiqilgandan keyingi xutbalari. Ya'ni Ali pichoqlangandan keyingi Hasanning xutbalari. Tabaroniy Abu Jamiladan rivoyat qiladi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu Ali qatl qilinganda xalifa qilindilar. Keyin odamlarga namoz o'qiyotganlarida bir kishi sakrab turib, u kishining soniga xanjar tiqqan ekan. Ya'ni demak qarang bu yerda. Hasanning o'zini pichoqlanganligini aytilyapti. Ali emas, u Hasanni ham pichoqlangan, faqat sonidan pichoq tiqishgan. O'laydigan qilibmasda, lekin u kishi kasal bo'lganlar. Bir necha oy kasal bo'lganlar, so'ngra turib xutba qilib odamlarga aytgan ekanlar: "Ey Iroq ahli, Allohdan qo'rqinglar, biz haqqimizda. Biz sizlarning amiringlarmiz, mehmoninglarmiz. Biz ahli baytmiz. Alloh azza ahli bayt haqida aytgan, ulardan Alloh ifloslikni ketkazadi degan, poklaydi degan." O'sha kunda shunday gapiruvdilar, hatto masjidda hech kimsa qolmay yig'lagan ekan. Endi zaharlangan deyiladi, u kishini ham ehtimol mana shu pichoq zaharli bo'lgandir. Zahardan o'lgan deyiladi-da Hasan roziyallohu anhu. Keyingisi Muaviya roziyallohu anhu bilan sulh tuzgandagi xutbalari. Tabaroniy Kabir kitobida Shabidan rivoyat qiladilar. U kishi aytadi: "Men Hasan ibn Ali roziyallohu anhu ga shohid bo'ldim. Nuhayla degan joyda Muaviya roziyallohu anhu bilan sulh tuzdilar. Shunda Muaviya roziyallohu anhu kishiga aytdilarki, agar bunday desang turda gapir deganlar. Ya'ni xilofat tushib beraman sizga degan-ku Hasan. O'shani nazarda tutganlar. Turunda odamlarga ayt shuni. Odamlarga bu ishni menga topshirganligingni xabar qil." U kishi turib minbarda xutba qildilar. Ya'ni Hasan Allohga hamd sano aytdilar. Ammo ba'd puxtalikning puxtaligi taqvodorlikdadir dedilar. Ya'ni o'ylamanglar Hasan bo'shlik qilibdi, bervordi xilofatni demanglar. Pishiqlik u xilofatga yopishib olmas. Pishiqlik taqvodorlikda. Ahmoqlikning ahmoqligi esa fujurda deganlar. Men va Muaviya ixtiloflashgan bu ish. Yo meni haqqim, uni Muaviyaga tark qilgan bo'laman, ummat sulhini istab, va qon to'kilmasin deb. Yoki boshqa kishining haqqi, u unga mendan haqliroq bo'ladi, men o'shani qilgan bo'laman dedilar. Ya'ni qarang mana, xalifalik. Xo'p, Hasanning haqqi desak, bu Hasan haqqidan voz kechibdi. Nima qilibdi? Bir odam haqqidan voz kechishi mumkinmi? Ayibmi bu? Yo'q. Yoki Muaviyaning haqlari, bo'ldi haqqi bo'lsa Muaviyaga berdim men deganlar. Nimasi ayib buni? Ikkala ehtimolga ko'ra ham men yomon ish qilayotganim yo'q deganlar. Shuning uchun Rasululloh sayyid bu o'g'lim deganlar-da, qarang. Gaplaridan Rasulullohning gaplariga hadisga o'xshaydi gapirayotgan gaplari. Va keyin oyatni keltirganlarini qarang. Va in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin. Men bilmayman, ehtimol bu ham sizlarga fitnadir yoki bir muddatga matoqdir deganlar. Ya'ni Muaviyadan ho'gan bir xamchi tegirib qo'ydilar. Bu endi yaxshilik deb o'ylamanglar sizlar o'zingizlarga buni. Fitna bu. Davlat ya'ni. Bir muddat matoq. Va yana boshqa rivoyatda keladi, qo'shimchasi aytgan ekanlar o'shanda: "Ey odamlar, Alloh sizlarni bizning avvalimiz bilan hidoyat qilgan bo'lsa, sizlarni qoninglarni bizning oxirimiz bilan saqlab qoldi." Ya'ni payg'ambarimiz bilan Alloh bu ummatni avvalini hidoyat qilgan. Endi keyingilarda esa qonini saqlab qoldi Hasan bilan. Bu ish bir muddatdir. Ya'ni xilofat. Nima qilibdi? Bugun bo'lsa ertaga ketadi-ku baribir. Ammo Umar Rasulullohdan ham ketdi, zurriyotidan ham ketdi. Dunyo davlat deganlar. Ya'ni dunyo davlat degani dunyo aylanadi, charxpalak. Dunyo charxpalak. Bugun bizlardagi, ertaga sizlardagi. Alloh taolo payg'ambariga aytgan: "Va in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin." Bu sizlarga ehtimol fitna va bir muddat matoqdir. Keyingisi Muaviya roziyallohu anhuning xutbalari. Ibn Abdulbar Jami bayon ilm kitobida Muhammad ibn Ka'b al-Qurazidan rivoyat qiladilar. Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu Madinada xutba qilib aytar ekanlar: "Ey odamlar, Alloh berganini man qiluvchi yo'q, man qilganini beruvchi yo'q. Obro' egasi uning huzurida obro' foyda bermaydi. Kimga Alloh yaxshilikni istasa, uni dinda faqih qilib qo'yadi." Bu gaplarni men Rasulullohdan mana shu minbarlarda ustida eshitganman dedilar. Va yana boshqa rivoyatda keladi: "Men taqsimlovchiman, Alloh beruvchi" deganlar. Ya'ni buni ham Rasululloh aytganlar aslida. Men bor yo'q taqsimlayman. Davlat boshlig'i taqsimlaydi. Rizqni Alloh beradi. Va bu ummat
haqda Allohning amrida qoyim bo'lib bardavom bo'ladilar. Ularga xilof qilganlar ularga zarar bera olmaydi to Allohning amri kelgunga qadar. Bu ham Rasulullohning gaplari aslida. Yana boshqa rivoyatda keladi, ular odamlarga zofir bo'lib davom etadilar deganlar. Ya'ni g'olib bo'lib. Shunda Malik ibn Yuxomir degan kishi o'rnidan turib aytgan ekan. Men Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu aytganlarini eshitganman. Ular Shomda deganlar. Bu rivoyatni qarang, nima uchun aytyapti Muoz roziyallohu anhu. O'zlari Shomdagi xilofatlari shu o'zlariga ham tushiryaptilar-da shuni. O'sha haq toifa Shomda bo'ladi deyilganda, shuning uchun hadis keltiryapti Muoz. Albatta endi birinchi o'rinda Muoz anhu, keyin boshqalar shunga tushadi. Keyin Ali Imron surasining 55-oyatini ham o'qigan ekanlar. Unda aytilganda Iso alayhisalomga Alloh qiyomat kuniga qadar u kishiga ergashganlarga nusrat berishini va'da qilgan. Va tabiiyki Iso alayhisalom Shomga tushadilar, to'g'rimi? Damashqqa. Muoz anhu xilofatlari ham Shomda bo'lgan, Damashqda. Ana shuning uchun o'sha oyatda ham dalil bor, Shom ahliga o'z nusrat berilgani deb shu oyatni o'qiganlar. Ali Imron surasining 55-oyatini. Va yana boshqa rivoyatda keladi, aytganlar, minbarda turib men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu minbarda aytayotganlarini eshitdim. Ilm ta'allum bilan bo'ladi. Yotib olib orzu qilish bilan emas, og'ziga tupurish bilan emas, tush ko'rish bilan emas, zaryad olgandek bir-biriga yelkasiga qo'lini qo'yish bilan emas, ilm ta'allum bilan, o'qish bilan, fiqh tafaqquh bilan, kallani ishlatish bilan, ya'ni. Kimga Alloh yaxshilikni iroda qilsa, dinni faqih qiladi uni. Allohdan bandalar ichida ulamolargina qo'rqadi. Debki, ya'ni yuqoridagi Toifatul Mansura haqidagi hadisni aytdilar. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingisi endi Abdulloh Zubayr radhiyallohu anhuning xutbalari ekan. Inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Allohu a'lam.